Bugün 3 yanvar. Xudo xolasa Spark'ların narx-navolarını bir qisqa video qilib o'tamiz. Kimga qiziq bo'lsa albatta 12 ay kanalına abone olup qo'yishingizni, like bosishni esdan chiqarmanglar. 2011-yilda ishlab chiqarilgan Spark'imizni pulni e'tiborat etsa, mashinamizni midachida kraskalari bo'lishi mumkin. Pulni e'tiborat etsa, puli 55 million so'm pul. Kichkina motor bo'ladi. Ko'rib tekshirib olasiz, lekin pozitsiyasi konditsioner barli pozitsiyasi. Şurası ikinci pozisiya deymizmi şundan. Aynalar elektronli. Ardaraq Spark izleyenler için geliştirip beraber yenen bu. Yine bir ardaraq Spark'ımız bu yine. Xudo xolasa 2013 yılda işlep çıkarılgan avtomaşinamız birinci pozisiya buladı. Kras taza bir-iki meydəçidə qırçılğan yeri bu ama işlənmir. Qısqası kras səpilməyən maşina. Puluna gələdən bolsaq, pul 62 milyon so'm pul 2013 yil katta motor bo'ladi. Birinchi pozitsiya. Balonlari bo'sh, chexol, 4 eshik shumka, monitorlar ustanib ketilgan, mijigar pultlari bor. Metallar ham ustanib ketilgan. Yine. Bu Spark'ımız bo'ladi, belki Spark'ımız. 62 milyon so'm, 55 milyon so'm. Asta-asta şimdi yine gideveramiz. Qaranglar, bu yerda 2018 yılda işlep çıkarılgan Spark'ımız var. 88 milyon so'm pul. İkinci pozitsiyasi bo'ladi. Konditsionerli variantı. Boş balonları metallar ustanib ketilgan. Meydachida krassi bo'lishi mumkin 1.5 detalında. Ko'p emas lekin, o ham indi strashli emas. Bir qarashmi shunday bir krassilari bor yerinde. Petnochasi bor. Bu yerda esa 2022 yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka 60 bin yurgan benzinde 120 milyon deb qo'ydik. 118 milyon so'm arzonlashtirib beramiz. 22 avtomat. 22 avtomatdan yana ikkitasi JK2 Svet'le 50 bin atrofda probeglar bor. Mashinamizning pullarini keladigan bo'lsa, ikkisidan 122 milyon so'm aytilib turibdi. Mijigarlari ustanib ketilgan 1, 2, 3 tane avtomat korobkamiz ham, 3'sini ham benzinde. Ko'rib tursiz, bu ikkisi o'zini oq bilan bu o'zini saka diskalarında, bergimiz esa Cobalt sifisa diska qo'yilgan. Qiziq bo'lsa aloqa chiqaversa, probeglari yaxshi holatda, zo'r. Ko'rib tursiz aynan sostanasi. Keyin bu yerda yana bir avtomat korobkamiz bor. Bu qora svet bo'ladi, Ravon bo'ladi. 2022 yil diskalari o'zgartirilgan, tonirovkalar bor. Undan tashqari Malibu barlar ham qo'yib berilgan. Mashina tuning etilgan. Mashina tayyor holatda bosib beradi beradigan benzinda. Puldan keladigan bo'lsak, puli 123 milyon so'm pul kelishib beriladi. Xudo xolasa. 22 yıllarımız hammasi albatta kreditga chiqadi. Endi 21 yilimiz babam kreditga chiqadi. Pulni e'tiborat etsa 165. Mashinamizni adashmasam metan bo'lishi kerak. Adashgan bo'lsam uzr. İşleri ilk azam bilan sizlarga bir video bo'lsin deb qilib turibmiz. Pulga keladigan bo'lsam, puli 102 milyon so'm pul. Ko'rib tursak edi, Spark 2021 yil 102 milyon so'm mexanika. 306 ham gelişib bersa bo'ladi. Puli esimda yo'q, lekin adashmasam 127 deganimiz ham bor yine. Hammasi gelişib bersa bo'ladigan mashinlarimiz. 11 yildan boshlab ta 22 yilgacha bo'lgan mexanika, avtomat, har xil Sparklarimiz bor. Aloqa chiqishini esdan chiqarmanglar. Keyingi videomuzda qaysi mashinalarni ko'rsatib beraman. Shu Karabaylarni ko'rsatib beraymi? Aloqa chiqishini esdan chiqarmanglar. Albatta Cobalt narxlarini ham, undan tashqari Spark narxlarini ham davom ettirib ko'rsatamiz. Kommentariyaga omad so'zini yozib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Like'larni bosib bersangizlar ham zo'r bo'ladi dedi yaqinlar. Spark narxlari sizlar uchun qiziq bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar.